Salom barchaga, loyihani davom ettiramiz. Endi bizda keyingi komponent bu kart komponenti bo'ladi. Buning uchun biz kodli faylni yaratamiz. Nomi onboarding kart fayl bo'ladi va uning ichida yangi kompozor funksiya yaratamiz. Nomi fayl bilan bir xil. Bu kompozor uchun previewni tayyorlab olamiz. Appsimni import qilamiz. Bu yerda xatolik ketib qoldi va chaqiramiz. Hop, ana endi preview ishlash uchun bir marta build qilib olamiz va bu yerda qandaydir xatolik, bunday xatoliklar sodir bo'lganda ularni tuzatish uchun qayta build qilish kerak. Ya'ni birinchi clean qilib, keyin build qilamiz. Shunda hammasi joyida bo'ladi. Endi yakun loyihaga e'tibor qaratamiz. Bu yerdagi kart e'tibor bersa, bu yerda glass morphism effektiga ega, ya'ni orqa fon shaffoflikka ega va oq borderga ega. Bundan tashqari bu yerda orqa foni, ya'ni mana shu kartning o'zini orqa foni gradientga egaligini sezish mumkin. Ya'ni yuqori qismi to'qroq, pastki qismi ochroq. Buni biz gradient orqali, ya'ni vertikal gradient orqali qilishimiz mumkin. Bu narsani amalga oshirish uchun onboarding kart ichida root element sifatida boxdan foydalanamiz. Box va unga birinchi parametr sifatida funksiyani o'ziga kelayotgan modifierni beramiz. Modifierni tashqaridan olish bu yaxshi amaliyot hisoblanadi, chunki tashqaridan kelayotgan modifierni uni chaqirish vaqtida sozlangan holatda berish mumkin. Bu esa o'lchamni yoki boshqa xususiyatlarni o'zgartirish imkonini beradi tashqaridan turib, ya'ni chaqirish vaqtida. Hop, bu modifierni beramiz va real time'da mana shu previewni ko'rib olishimiz uchun box ichida qanaqadir content bo'lishi kerak. Buni shunchaki box yaratish orqali simulyatsiya qilib turamiz. Boshida QSDP misol uchun import qilamiz va bizda preview tayyor. Ana endi bu narsani oldin tayyorlagan blur backgroundda qanday ko'rinishini ham bilib borish uchun mana shu appsim ichida mana shu orqasida blur backgroundni chaqiramiz. Background va blur backgroundda eslasak state parametr qabul qilar edi. Unga 1 deb qiymat beramiz hozircha. Mana va bizga kart ko'rinmadi, chunki appsimda bularni biz box ichiga joylashimiz kerak. Shunda ular stackda joylashadi. Ana endi bu yerda kart ko'rinmayapti. Buning sababi hozircha kartda hech qanday chegara yo'q. Mana bu yerda bosib ko'rinyapti, lekin uni hech qanday kontentga ega, lekin ichidagi kontent ham umuman kontentsiz narsa bo'lganligi uchun hozir ko'rinmayapti. Buni ko'rinishi uchun biz bunga border bersak, keyin ko'rinishni boshlaydi. Border berishdan boshlaymiz. Border, ya'ni chegaralar. Bunga birinchi parametr sifatida widthni uzatamiz, ya'ni qalinligi 1 deb belgilaymiz. Balki boshqacha qiymat ham berishimiz mumkin. Buni biz shunchaki eksperimental yo'l bilan 1 da tekshirib ko'ryapmiz. Ikkinchi parametr sifatida unga color berishimiz kerak. Shunchaki oq color, ya'ni oq rang beramiz. Color white va mana bizda ko'rinishi boshladi. Hop, ana endi bu yerda shaklni, ya'ni chegaralarni rounded qilish uchun, ya'ni aylanmasimon chegara hosil qilish uchun border parametridan oldin clip parametrini beramiz va unga shape rounded corner shape obyektini yaratamiz. Unga 10 raqamni uzatamiz konstruktorga. Ya'ni parametr sifatida 10 shunchaki raqam bersa, ya'ni integer type'da 10 uzatadigan bo'lsak, shunchaki foizlarda oladi uni. 10%, ya'ni 10% chegaraga ega bo'ladi. Agar 100% qiladigan bo'lsak, u butunlay doiraga aylanib qoladi. 10% va e'tibor bering, bu yerda previewda chegara mana bunday burchalik ko'rinmayapti. Buni sababi mana border komponentning shakliga mos kelmayapti. Buni moslashtirish uchun mana shu borderning o'ziga ham shakl berishimiz kerak, ya'ni shape uzatishimiz kerak. Unga ham xuddi bir xil, ya'ni komponentning shakli bilan bir xil shakl uzatish kerak. Shunda chegara komponentni chegarasiga to'liq mos tushadi. Mana endi shunchaki previewda o'rtada ko'rinishi uchun bunga modifier obyektini berib turamiz. Vaqtincha tekshirish uchun modifier padding orqali markazlashtirish mumkin. Juda markaziy bo'lishi ham shart emas. Xo'p, ana endi border berdik. Ana endi orqa fon berish qoldi. Orqa fon berish uchun shunchaki backgrounddan foydalanamiz. Backgroundga oddiy color bermaymiz. Color bersak, bu shunchaki hamma joyga bir xil rang hosil qiladi. Buning uchun biz gradient hosil qilishimiz kerak. Buning uchun brush berishimiz kerak. Brush parametrini uzatamiz. Brush parametriga bo'lsa brush obyektining linear, ya'ni linear emas, vertical gradient funksiyasidan foydalanamiz. Vertical gradient birinchi asosiy parametri bu ranglar listini qabul qiladi. Colors parametri, ya'ni colors parametriga ranglar ro'yxatini berishimiz kerak. Ya'ni uni list of orqali hosil qilamiz. List of birinchisi color, shunchaki oq rang. Faqat uni alfasi biroz pastroq. Ya'ni uni hosil qilish uchun copy qilib, ya'ni rangni nusxalab alfani pasaytiramiz. Masalan 0.4 F. Ikkinchi rang ham, ya'ni ikkita rang. Keyingi rang undan da pastroq bo'lishi kerak. Misol uchun 0.1 F. Mana bizda kart komponenti tayyor. Endi ilovaga bir solishtirib ko'ramiz. Menimcha o'xshash, bir xil, menimcha. Biz asosiy kart tayyor bo'ldi. Ana endi bu kart ichiga elementlarni joylashtirishimiz kerak. Birinchi vaqtincha obyektni olib tashlaymiz va ichkarida elementlarni box ichiga joylashtirmaymiz. Chunki ilovaga e'tibor bersak, bu yerda kart ichida title, description bor, tugmalar va onboarding page indikator va ular yuqoridan pastga joylashgan. Ya'ni bu narsani beradigan layout bizda column hisoblanadi.
column ichki elementlarini yuqoridan pastga tartiblangan holatda joylashtiradi. Hop, column hosil qilamiz. Bu yerda asosiy elementlar title va description. Hop, shunchaki tekstdan foydalanamiz. Text emas, tekstga bir qilamiz. Birinchi parametr sifatida text parametri uzatiladi, ya'ni matn uzatiladi. Ana endi bu yerda buni amalga oshirishdan oldin birinchi o'rinda buni modellashtirib olishimiz kerak. Ya'ni page'ga e'tibor bersak, mana shu 3 ta sahifa bo'lsa, mana shu 3 ta sahifadagi ma'lumotlar bor. O'zining ma'lumot, har bitta sahifaning o'zining ma'lumotlari, ya'ni bu yerda rasm bor, title, description bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsalar. Bularni biz alohida obyekt sifatida, ya'ni model sifatida yozib, alohida klass sifatida yozib, o'sha ma'lumotlarni mana shu onboarding kartga uzatish orqali boshqarishimiz kerak. Buning uchun biz quyidagicha ish qilamiz. Presentation layerda, ya'ni onboarding layerida, onboarding package ichida, presentation layer bilan layerning yonida yana ikkita package yaratamiz. Biri data layer, keyingisi domain layer bo'ladi. Domain. Hop, bu yerda data va domain layerlar nima uchun kerak? Data layer bu asosiy ilovaning funksionalligini ta'minlovchi qismi. Ya'ni business logic mana shu yerda yoziladi. Ya'ni asosiy logika mana shu data layerda yoziladi. Presentation layer esa uni prezentatsiya qiladi, ya'ni foydalanuvchiga ko'rsatadi, ya'ni UI qismi yoziladi. Domain layer esa data layer va domain layer orasida ko'prik vazifasini bajaradi. Ko'pchilik ilovalarda domain layer yozish shart emas. Domain layer bu ixtiyoriy hisoblanadi, lekin data layer va presentation layer bo'lishi bu deyarli barcha ilovalarda shunday. Biz domain layerda birinchi o'rinda model package yaratamiz. Xatoga yetib qoldi. Model package ichida esa mana shu page, ya'ni sahifani modelini yaratamiz. Buning uchun yangi kodli fayl yaratamiz. Nomi page bo'ladi va bu data class bo'ladi. Data class. Bu yerda page class o'zi nima uchun kerak? Page class mana shu sahifani, misol uchun mana shu birinchi sahifa bo'lsa, bu yerdagi rasm, title va descriptionlarni o'zi saqlovchi obyekt hisoblanadi. Demak, uni 3 ta xususiyati bor. Birinchisi title, ya'ni sarlavha. Title bu string turda, ya'ni matn. Ikkinchisi description. U ham string. Uchinchisi esa image, ya'ni rasm. Well, image. Ana endi imagega qanaqa ma'lumot turini tayinlashimiz kerak. O'zi umuman Android tizimida rasmlar, ya'ni ilovaga e'tibor bersak, bu yerda bu rasm, tasvir. O'zi tasvirlar ikki xil bo'ladi, vektorli grafika yoki rasterli grafika. Bu rasterli grafika, ya'ni rasterli piksellardan tashkil topgan rasm hisoblanadi. Buni biz custom komponent sifatida yozmaymiz, chunki buni custom komponent sifatida yozish mumkin, lekin u buni render qilish juda ham og'ir operatsiyaga aylanib qoladi. Bu tabiiy fotosurat, ya'ni rasterli grafika. Buni biz ilovaga resurs sifatida, ya'ni proyektga resurs sifatida tashqaridan qo'shamiz. Ilovada resurslar bu yerda joylashgan, mana res katalog ichida joylashgan bo'ladi. Res katalogida bir qancha kataloglar bor. Drawable, bitmap, values, XML va har biri turlicha maqsadlar uchun xizmat qiladi. Birinchisi drawable, ya'ni drawable degani o'zi chiziladigan degan ma'noni bildiradi. Va bu yerda mana shu grafik tasvirlar mana shu yerda saqlanadi. Loyihaga bu rasmlarni qo'shib olishimiz uchun video tavsifida havola qoldiraman. Bu havola GitHub repozitoriga havola bo'ladi va o'sha yerga o'tib, ya'ni mana shu tayyor loyihani yakuniy ko'rinishi GitHubda mavjud. O'sha yerdan biz mana shu rasmlarni yuklab olamiz. Havolani bosganingizda quyida GitHub repozitoriy ochiladi. Bu yerda biz app katalogga kiramiz va ichida source, main, res folderni ochamiz va drawable folderni ham. Bu yerda mana image 1, 2, 3 rasmlar bor. Bularni bosib yuklab olamiz. Yuklangan fayllarni Explorerda ochamiz. Va uchala rasmni nusxalab, Windowsda shunchaki Ctrl X qilishingiz yoki copy qilishingiz mumkin. Ctrl X qilaman men. Android Studioga qaytamiz va drawable katalogga bosib Ctrl V, ya'ni joylaymiz. OKni bosamiz va mana imagelar bizda yuklandi, loyihaga qo'shildi. Ana endi bu resurslarga kirish uchun Android tizimida maxsus R klass yaratiladi, ya'ni mana shu ilova build bo'lgan vaqtida R, shunchaki katta R harf bilan yoziladigan resurslar identifikatorini saqlovchi klass yaratilgan. Mana shu klass orqali bu rasmlarga kirish mumkin. Va u yerda resurslar int typeida saqlanadi, ya'ni o'sha resurslarga identifikatorlar integer type'dagi raqamlar sifatida saqlanadi. Shuning uchun bizda image int tipida bo'ladi, integer type'da. Mana bizda page model tayyor. Ana endi biz sahifalar, 3 ta sahifani oldindan belgilab qo'yamiz. Shuning uchun mana shu pages ro'yxatini, ya'ni listini yaratib olamiz. Page list of page obyektlari bo'ladi bular. Page, unga title berishimiz kerak, description berishimiz kerak va image. Mana shu yerda image parametriga quyidagicha uzatamiz. R klass chaqiramiz. Shunchaki R ni bossak, bu yerda mana R bir qancha R lar kelib chiqadi. Shunchaki R ni mana shu birinchida turgan o'zimizning loyiha uchun yaratilgan R klass chaqirishimizga ko'ra, mana sizning package name'ingiz
mana shuni import qilishingiz kerak. Shunchaki bosamiz, mana import bo'ladi va shu array klassda drawable maydonida mana bizdagi rasmda ko'rinadi. Image 1. Mana endi virgul hosil qilib bularni nusxalaymiz. Va title descriptionlarni yozib chiqamiz. Men shunchaki nusxalayman. Hop, mana bizda sahifalar listi tayyor. Bundan foydalanamiz. Yana endi bu onboarding kartga qaytamiz. Onboarding kart mana shu page obyektini qabul qiladi. Ma'lum qaysidir bir bitta page obyektini qabul qiladi. Ya'ni page parametrini belgilaymiz. Page va bu yerda mana shu title descriptionlarni mana shu pagedan o'qiymiz. Ya'ni birinchi tekstga, text parametriga kelayotgan pagening titleini uzatamiz. Ikkinchi tekstga, ya'ni keyingi matnga mana shu pagening description'ni uzatamiz. Description. Ana endi bu yerda previewda ko'rinmayapti, chunki bu yerga parametr qo'shdik, lekin bu yerda uzatmayapmiz. Uzatamiz. Page parametriga bundan oldin tayyorlagan pages listimizning misol uchun birinchi elementini uzatamiz. Va mana previewda bizi tayyor bo'ldi. Xo'p, ana endi bu yerga bir qancha o'zgartirishlar kiritish kerak. Ilovadagidek, ya'ni ilovada bu yerda birinchi o'rinda sezsak, bu yerda maxsus masofa bor, ya'ni padding bor. Bu paddingni belgilaymiz. Buning uchun columnni o'ziga modifier obyektini beramiz. Modifier yangi modifier obyekti va padding modifierga hamma tomondan 25 dp dan padding beramiz. dp. Hop, va mana padding hosil bo'ldi. Ana endi bu text, ya'ni title va description'ni o'zgartirishimiz kerak, ya'ni o'lchami, qalinligi va hokazolarni. Birinchi o'rinda font size dan boshlaymiz. Font size sp sp ni import qilamiz. Font weight, ya'ni qalinlik. Font weightni semi bold yoki bold deb belgilaymiz, ya'ni qalinroq. Rangini ham ilovaga e'tibor bersa, bu yerda title oq rangda. Buning uchun color parametriga color white. Hop, ana endi bizda preview negadir ishlamayapti. Qayta refresh qilamiz. Mana o'xshadi, lekin bu yerda line height boshqacharoq, ya'ni kattaroq menimcha. Buni o'zgartirib ko'ramiz. Line height misol uchun 40 sp deb berib ko'ramiz. 40 sp. Menimcha o'xshadi. Ana endi bu yerda yana bitta xususiyat berishimiz kerak, bu letter spacing. Letter spacing bu harflar orasidagi masofa. Harflar orasidagi masofani ham o'zgartirishimiz kerak, ya'ni sal kattalashtirishimiz kerak. Buning uchun 1 sp berib ko'ramiz va endi bu menimcha o'xshadi. Hop, ana endi bu yerda deb bersak, aynan bu bir xil bo'ladi. Title tayyor. Ana endi description'ni o'zgartiramiz. Description rangi e'tibor bersak, bu yerda qanaqadir kul rang tusda. Color parametrini o'zgartiramiz. Colorga shunchaki color gray berib ko'ramiz. Color gray. Hop, va yana nimalarni o'zgartirishimiz kerak? Yana buni ham line heightni oshirish kerak. Line heightni 20 sp qilib belgilaymiz va font size'ni 14 sp kichikroq. Ya'ni mana aynan buni o'zi bo'ldi. Hop, shu bilan title va description tayyor. Ana endi ilovada bular animatsiyaga ega, ya'ni next tugmasi bosilganda bu animatsiyaga uchraydi. E'tibor bering, animatsiya. Bu animatsiyani amalga oshirish uchun biz bu yerda tekstlarni animated contentga o'rashimiz kerak. Animated content bu ichidagi elementlarni animatsiyaga uchratuvchi maxsus composable. Bunga birinchi parametr bu target state. Target state bu shunday qiymatki, o'sha qiymat o'zgargan vaqtida uni ichidagi elementlari o'zgarishga uchraydi. Buning uchun biz pagening title'ni uzatamiz birinchi parametr sifatida va mana shu animated content ichiga mana shu title'ni, tekstni joylashtiramiz. Va bu yerda animated content qismida maxsus it parametr keladi, ya'ni mana shu qiymat, ya'ni page target state'ni o'zgargan qiymati keladi va uni biz bu yerda mana shu qiymatdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni tekstga mana shu it parametr orqali o'shani uzatishimiz kerak. Ana endi xuddi shu ishni keyingi tekstga ham qo'llaymiz. Animated content target state'ga pagening description'ni uzatamiz. Bu tekstni buning ichiga joylashtiramiz. Mana endi biz animatsiyani ko'rishimiz uchun bu yerga previewga bir qancha kodlar qo'shamiz.
Hop, ana tayyor previewda 3 ta tugma qo'shildi. Bular shu yerda bu yerda state obyekti yaratilgan. Bu state mana shu pagening qaysi indeksga kirishini ta'minlaydi. Hop, bu yerda biz bosa olmaymiz. Yana interaktiv modga o'tishimiz kerak. Interaktiv modga o'tamiz va bosib ko'ramiz. Bu yerda animatsiya juda og'ir sodir bo'lyapti, chunki preview bu yerda hozir orqa fonini chizish uchun ham ancha kuch sarflaydi. Shuning uchun blur backgroundni o'chirib turamiz. Ana endi silliroq kechadi. Hop, animatsiya bo'lyapti, lekin ilovodagidek emas. Chunki ilovaga e'tibor bersak, bu yerda boshqacha animatsiya, ya'ni kichrayib yo'qolyapti va kichikdan kattalashib paydo bo'lyapti. Buni o'zgartirish mumkin. Buning uchun animated contentning ikkinchi parametri bor. Transition special degan. Transition special lambda funksiya qabul qiladi va buning ichida content transfer obyektini hosil qilishimiz kerak. Content transfer obyekti bu enter transition va exit transitionlarni o'z ichiga olgan obyekt hisoblanadi. Uni yaratish juda oddiy. Android Compose'da maxsus o'zi animation API'da mavjud bo'lgan animatsiyalardan foydalanamiz. Bu yerda ilovada ya'ni qanaqa animatsiya bor? Scale, ya'ni kichikdan kattaga, kattadan kichikka o'tish, ya'ni scale animatsiyasi hisoblanadi bu va yo'qolish, ya'ni tobora alfani kamiga yo'qolib ketishi. Bu narsa fade animatsiya hisoblanadi. Buni hosil qilish uchun biz scale in, birinchi scale in ni yaratamiz va ularni bir-biriga qo'shish mumkin va fade in. Bu scale in va fade inlar ular enter transition hisoblanadi, lekin biz unga exit transition ham qo'shishimiz kerak. Buning uchun ularga together with funksiyasini chaqirib, undan so'ng scale out va unga qo'shamiz fade out. Mana shularni beramiz. Xuddi shu transitionni keyingisiga ham uzatamiz. Ana endi test qilib ko'ramiz. Mana endi fade animatsiya bo'lyapti. Ya'ni fade ham, scale ham o'xshadi. Ya'ni kichiklashyapti, yo'qolyapti va yo'qdan kattalashib paydo bo'lyapti. Ilovada ham xuddi shunaqa. Faqat uni davomiyligi sal boshqacha, ya'ni uzoqroq davom etyapti, duration sal boshqacha. Xo'p, teksti tayyor. Ana endi interaktiv modni o'chirib turamiz va blur backgroundni ham orqasiga qaytaramiz. Onboarding kartda keyingi element bu tugmalar hisoblanadi, ya'ni mana bu skip, next va oxirgi sahifadagi get started. Va bu yerda tugmalar har xil holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni sahifa raqamiga qarab, birinchi va ikkinchi sahifalarda skip va next tugmalari bor, uchinchi sahifada esa get started tugmasi bor. Bular hammasi actionlar, ya'ni bu buttonlar bosilganda qanaqadir action bajariladi va bu actionlarni biz mana shu onboarding kartiga parametr sifatida uzatishimiz mumkin yoki agar parametr sifatida uzatadigan bo'lsak, 3 ta parametr yozishimiz kerak yoki ularni bitta obyekt sifatida ham uzatish mumkin. Buning uchun biz mana shu actionlarni o'z ichiga oladigan yangi klass yaratishimiz kerak. Shu faylni o'zida data class yaratamiz, nomi button actions bo'ladi va bu 3 ta maydonga ega. Birinchisi skip action uchun skip action, ya'ni qiymat. Bu lambda funksiya, ya'ni qanaqadir funksiya obyekti. Buni biz mana shunday funksiya imzosini yozamiz. Ya'ni bu funksiya hech narsa qabul qilmaydigan, bu yerda parametrsiz va hech narsa qaytarmaydigan funksiya. Bu null bo'lmagani ma'qul, har doim berib yuborsak ham bo'laveradi. Ikkinchisi bu next ham xuddi shunday va uchinchisi bu get started. Ana endi mana shu get started u null bo'lishi mumkin. Ya'ni get started berilgan bo'lishi yoki berilmagan bo'lishi mumkin. Default holatda null deb belgilab qo'yamiz. Ularga ham default qiymat berib qo'yamiz. Bu yerda nullable qilish so'ralib qo'yish kerak. Default holatda oddiy bo'sh funksiya. Xo'p, ana endi button actions ni mana shu onboarding kart qabul qiladi. Buning uchun button actions parametrini belgilaymiz. Button actions va button actions bizda qanday holatlarda bo'lishi mumkin? Ilovada birinchi sahifada bo'lganimizda, birinchi va ikkinchi sahifalarda get started tugmasi mavjud emas. Ya'ni shu mana shu birinchi sahifada bo'lganda, ikkinchi sahifada bo'lganda get startedni null qilib uzatamiz. Uchinchi sahifada esa get started null bo'lmaydi. Ya'ni qanaqadir actionga ega bo'ladi. Va shunga qarab, ya'ni get startedga qarab biz mana shu tugmalarni handle qilishimiz mumkin. Tugmalar holatini boshqarishimiz mumkin. Buning uchun animated contentdan so'ng if branch yozamiz. If button actions get started teng bo'lsa nullga, ya'ni null bo'lsa, null bo'lishi mumkin yoki aksincha bo'lishi mumkin, ya'ni null bo'lmasligi mumkin. Qachon null bo'ladi? Qachonki u birinchi va ikkinchi sahifada bo'lsa null bo'ladi, ya'ni qiymatga ega bo'lmaydi. Uchinchi sahifada bo'lsa bu null emas, null qiymatga ega bo'lmasa qanaqadir qiymatga ega bo'lib else branchga tushadi. Birinchi null bo'lgan holat, ya'ni birinchi va ikkinchi sahifa uchun yozamiz. Bu yerda ikkita tugma bor. Ularni biz row ichiga joylashtirishimiz kerak. Ya'ni ular gorizontal holatda ketma-ket joylashgan row ichida. Birinchisi oddiy matnli tugma, text button
Compose bilan foydalanamiz. Text button parametr sifatida on clickni qabul qiladi. On click bu button bosilgan vaqtda ro'y beradigan hodisa. Buni biz mana shu button actionsni o'zida tashqaridan qabul qilyapmiz. Buning uchun shunchaki button actionsning skip tugmasini skip parametrini belgilaymiz va uning ichiga matn joylashtiramiz. Text parametriga shunchaki skip deb yozib qo'yamiz va rangini tayinlashimiz kerak. Bu yerda rang kulrang tusda, shuning uchun color parametriga color grayni belgilaymiz. Mana endi previewda ko'rish uchun bu yerda button actionsni jo'natishimiz kerak. Parametr uzatishimiz kerak. Buning uchun button actions button actionsni bo'sh obyektini uzatamiz. Ya'ni biz bu default parametrlarga ega uzatsak, mana skip tugmasi paydo bo'ldi. Mana endi xo'sh, keyingi button text buttondan keyin oddiy fillet button bor. Buni yozamiz. Shunchaki button composable, bu ham on click parametriga button actionsda kelayotgan next ni uzatamiz va text, uni ichiga ham text joylashtiramiz. Text parametriga next deb yozamiz. Va bu yerda bir qancha sozlashlar kiritish kerak, ya'ni rangni, shaklni o'zgartirish kerak. Buncha shaklni o'zgartiraylik. Shape, rounded corner shape beramiz. 30 taxminan yozib ko'rdim. 30%. 30% o'xshaydimi? Menimcha shunaqa o'xshash. Ana endi ranglarni sozlashimiz kerak. Buttonda, tugmada rangni sozlash uchun colors parametri beriladi. Buning uchun button defaultsdan button colors funksiyasi orqali beramiz va bizda orqa, ya'ni konteyner rangini o'zgartirishimiz kerak. Konteyner color white, oq rang. Content color ham oq bo'lib qolishi, shuning uchun content matnni o'zgartirish uchun content colorni belgilashimiz kerak. Content color bu shunchaki qora rang, black rang. Bizda tugma tayyor va ilovaga bir solishtirib ko'ramiz. Bu yerda bir xil, faqat joylashuvda farq bor. Ya'ni bu kartning ikki yoniga joylashgan. Buni amalga oshirish uchun shunchaki rowni o'zgartirish kerak. Rowda horizontal arrangement enamlaridan bir space between enamini beramiz. Space between to'liq egallamadi. Buni sababi space between to'g'ri ishladi, lekin rowni chegarasi mana shu yerda tugab qoldi. Shuning uchun buni oxirigacha yetib boramiz. Buni sozlash uchun shunchaki modifier uzatish kerak. Modifier obyekti uzatamiz, berib qo'yamiz. Mana endi to'liq oxirigacha yetib bordi. Va bu yerda e'tibor bering, bu yerda tepadagi description bilan buni orasida biroz masofa bor bo'lish kerak, ya'ni yopishib qolgan bir-biriga, lekin bu yerda masofa bor. Mana shu masofani ham berishimiz kerak. Buning uchun if branchdan oldin spacer hosil qilamiz. Modifier height masalan 10 dp, taxminan 10 dp mana yetarli bo'ldi. Ana endi else branchni olishimiz kerak. Else branchda, ya'ni get start tugmasini ham mana shu tugma bilan bir xil qilamiz. Ya'ni mana shuni bu yoqqa joylashtirsak ham bo'laveradi. Faqat on klikkga get started va get started ni berganimizdan keyin hop ranglar, shape'lar o'sha va tekstni o'zgartiramiz. Get started. Buni ko'rishimiz uchun bu yerda button actionsni get started parametriga qanaqadir null bo'lmagan qiymat beramiz. Va mana. Ana endi buni o'lchami kichik, ya'ni buni sozlash kerak. Buning uchun buttonning o'ziga modifier beramiz. Modifier fill max width, ya'ni kenglik to'liq egallaydi. Va ilovada e'tibor bersa, bu yerda sal boshqacha, ya'ni sal kichikroq, ya'ni uni chegaradan sal ichkariroqda. Buni ta'minlash uchun fill max size dan oldin padding beramiz. 2 yondan 10 dp. Gorizontal bo'yicha, ya'ni bundan oldinga o'xshagan bo'lishi uchun hozir bu tepaga ham padding qo'shib yuboradi. Shuning uchun buni gorizontalga tenglashtirsak, gorizontal 10 dp qilsak, faqat yon tomonlardan padding ega bo'ladi. Xo'p, shu bilan onboarding kart tayyor. Va bitta narsa qolib ketdi bu yerda, page indikator. Page indikatorni hosil qilish uchun if else blokdan keyin spacer hosil qilamiz. Bu yerda ham qanchadir balandlik 10 dp misol uchun va page indikatorda bir qancha parametrlar qabul qiladi. Ular pages countga bizda mavjud bo'lgan pages listining o'lchamini berishimiz kerak. Size va selected page bu qaysi sahifa tanlanganligi. Selected page mana shu bizga berilgan, ya'ni mana shu onboarding kartga uzatilgan page
qaysi ekanligini ko'rsatish. Buning uchun selected page ga pages index of orqali uni indeksini olishimiz mumkin. Page faqat bu page indikatorida birdan boshlangan. Shuning uchun buni o'zgartirib o'tirmasdan shunchaki onboarding kartda chaqirilgan vaqtida shunga birda qo'shib ketamiz. Mana page indikator tayyor bo'ldi. Va bu yerda page indikator o'rtada joylashmadi. Buni joylashtirish uchun mana shu page indikatorga modifierni uzatishimiz kerak. Buning uchun modifier obyektini yaratamiz. Modifier align modifier beramiz. Virgul qo'yamiz. Align modifierga alignment of center horizontal tanlaymiz. Center horizontal. Va bu yerda mana o'rtada joylashmadi. Buni sababi nima bo'lishi mumkin? Buni aniqlash uchun page indikatorga kiramiz. Va bu yerda xato shundan iboratki, bizga modifier obyekt keladi, lekin biz uni rowga, ya'ni asosiy root elementga bermagan ekanmiz. Buning uchun modifierni uzatib qo'yamiz. Mana aytamiz va o'rtaga keldi. Endi ilovaga qarab ko'ramiz. Xo'p, ilovada page indikatorga e'tibor bersak, bu yerda page indikator biroz kichikroq, ya'ni kattaroq ko'rinyapti, bu esa kichikroq. Bu narsani o'zgartirib ko'rishimiz kerak. Biz sizni o'sha page indikatorni olish vaqtida shunchaki taxminan 10 dp belgilab ketgan edik. Bu yerda mana box o'lchamiga qarasak 10 dp. Bu narsani tashqaridan qabul qilsak ham bo'ladi. Buning uchun yangi parametr belgilaymiz. Indikator size dp qiymat default 10 dp va mana shu boxga mana shu indikator size ni beramiz. Va onboarding kartiga qaytib, bu yerda page indikatorga mana shu indikator size ni kichaytirib ko'ramiz. Masalan, 7 dp berib ko'ramiz. Endi menimcha o'xshadi, mos keldi. Xo'p, shu bilan onboarding kart ham tayyor. Endi animatsiyani test qilib ko'ramiz yana bir. Buning uchun blur backgroundni yana o'chiramiz. Interaktiv modga o'tamiz. Xo'p, shu bilan onboarding kart tayyor.